Hummasi chiroyli raqamim bor edi. Unga to'lagan pullarimga kuydimmi? Endi nima bo'ladi degan savollarga shu videoda javob olasiz. Men sizlarga qanday qilib Hummasi raqamingizdan boshqa kompaniyalarga o'tkazishni o'rgatib o'taman. Siz qaysi kompaniyaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'sha kompaniya ilovasini tortsanglar bo'ladi, sizlarga qulay bo'ladi. Men Uztelekom tanladim. Uztelekomda ilovasiga kirib turib, bu yerda o'zgartirib berishim mumkin sizlarga. Uztelekomga kirib olaman va parolani terib kirganimdan so'ng bu yerda pastda kataloglar bo'limi bor. Kataloglar bo'limiga kiramiz va raqamni ko'chirish tugmachasiga bosamiz. Raqamni ko'chirish tugmachasiga bosganimizdan so'ng saytga jo'natadi. Bizning saytga kirib turib ko'rishingiz mumkin. Raqamni o'tkazmoqchi bo'lgan raqamimizni yozamiz. O'tkazmoqchi bo'lgan raqamimizni kiritib turib yuborishni bosamiz va bu yerda kod bo'ladi. Kodni kiritib turib tasdiqlab olamiz. Undan keyingi ishimiz tariflarni tanlash bo'ladi. O'zimizga qulay tarifni tanlab olamiz. Eng arzon va eng qimmat xohlagan tarifni qo'yib bo'ladi. Undan keyingi ishimiz xohlasanglar SIM karta, xohlasanglar eSIM qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizga qulay. Bog'lanish uchun raqamingizni kiritib qo'yasiz. Bironta ishlaydigan boshqa telefon raqamingizni, hududni tanlaysiz. Andijon, boshqa bo'lsa boshqa SIM kartani yetkazib berish manzillarini ham kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin operatorlaringizni o'zgartirish sababini ham albatta kiritib qo'yishlar kerak. Bu yerda GSHRni kiritasizlar va undan keyin pastda to'lov sananglarni kiritib qo'ysanglar bo'ladi va imzo qo'yib turib shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligingizni, ommaviy ofertaga roziligingizni belgilab turib, undan keyin qiladigan ishingiz Mail ID orqali Face ID qilib turib, yuzingizni tasdiqlab turib, arizani yuborsanglar bo'ladi. Arizani topshirganingizdan so'ng 5 kun ichida siz arizangizni kompaniya ko'rib chiqadi va kontaktga yozib qoldirgan telefon raqamingiz orqali sizga bog'lanishadi. Bungacha siz albatta sabr qilishingiz kerak bo'ladi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiring va albatta menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.